Assalomu alaykum o'zbeklar. O'tgan videoga aytib o'tgandim. Katagimiz bitsa agar video qilib chiqaman deb. Mana katagimizni tagini polni bitkizdik. Eshiklar qo'yib shunday ardoq qo'ydim. Bollarni onasidan ajratdim, kalipchalarni. Mana toza kalipcha. Keyin bu tomonni ham katagini bitkizib qo'ydim. Bu yerga hozir quyon solmay turibman. Aptechkalarim turibdi. Hali quyonga joy ko'proq qiladi. Ko'plik qilyapti. Joy yetmay qo'ysa agar keyin bu yerni bo'shataman. Onasidan ajratdim. Onasini endi bir 15 kun 20 kun yaxshi boqib, boyana ertaga qo'ysam bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmang, yangi videolar bizda.